Nikola Tesla yoki Nikola Tesla. Qaysi birini aytsalar ham bo'laveradi. Tesla muhimi. Kim deb so'rashlar tabiiy. U Tesla Elon Muskni Tesla mashinasini nomini ko'tarib yurgan odam emas, shunchaki unaqa odam emas, olim bo'lgan. Bizda hozir simsiz tarmoq, internet tarmog'ini o'ylab topilishiga asoschi odam bo'lgan. Eng qizig'i shundaki, u katta kuchlanish energiya, ya'ni elektrni simsiz butun dunyoga tarqatish ilmini chuqur egallab, shuni amalda qo'llamoqchi bo'lgan. Unga sponsorlar topilmagani uchun amalga oshmagan.